keltirilgan 10 ta vazifasi. Shu 10 ta vazifada 2 ta vazifani bugun bajargani yo'q. Birinchisi bu mamlakatda korrupsiya holatini tizimli tahlil qilish, как раз biz tahlil qilyapmiz. To'rtinchisi korrupsiyaga qarshi kurash, fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish orqali jamiyatda korrupsiyaning barcha ko'rinishlariga murosasiz munosabatni shakllantirish. Mana shu ikkita vazifani agentlik bugun bajarmadi. KPI qanday bo'ladi men bilmadim. Dalish bu agentlik bizga kerakmi yo'qmi degan savolga bu javob. Agar agentlik unga boylig'i 10 tagina vazifa topshirilganda va shu 10 ta vazifani ikkitasini kuppa-kunduzi bajarmadi jamoatchilik oldida. Nima Abdurahmon aka aytdilar, hech qanaqangi yo'llarda realniy bir nima yo'q dedi vakolat. Lekin mana hozir jamoatchilikning oldiga kelib biz bilan gaplashish vakolati bor edi. Tushuntirish to'g'ri aytdilar. Biz hozir faqatgina korrupsiyani bitta turi bo'yicha gaplashyapmiz. Aslida bu yerda o'ta jiddiy bo'lgan turi bor. Bu administrativniy korrupsiya, ya'ni administrativ tizimli korrupsiya haqida gapirdilar va bu korrupsiya turini yechimi siyosiy iroda. Saakashvilini juda ham zo'r esladilar. Saakashvilini nimasini islohotini juda chuqur o'rganganman, chunki juda qiziqqanman. Birtada o'sha korrupsiya bilan bog'liq muammoni yechganiga. Va meni faqat bitta narsa qiziqtirgan, hayron qolganman. Hamma tan oladi Gruziyada bugungi bo'lgan hamma islohotlar, bugunga erishilgan natijalarning hammasini avtori Saakashvili. Lekin hamma yomon ko'radi. Nimaga degan savolga javob topish uchun pandemiyadan keyin birinchi sayohat qilgan davlatim Gruziya bo'lgan, 1 oydan ortiq bo'lganman va eng chekka hududlargacha borib, kim bilan gaplashgan bo'lsam hammaga savol berganman. Nima uchun Saakashvilini yomon ko'rasan? Agar shuncha islohotlar, shuncha ishlar uni avtorligida ustida qilingan bo'lsa, siyosiy irodasi yetgan bo'lsa deganimda, ana shu korrupsiya bilan kurashishda bu nimasini aks sadosini har bitta oila ko'rgan. Ya'ni har bitta oiladan kimdir bo'lsa ham qamalgan. O'sha uchun ham biz tan olganimiz taqdirda ham, lekin u deb bizning oilamizda qanaqadir noxushliklar bo'lganligi uchun yomon ko'ramiz degan mana shu 20 ta odamdan 18 tasi mana shunaqa javobni berishgan. Ya'ni korrupsiyani aslida bir kunda, bir soatda, bir oyda hal qilish mumkin. Bunga faqat siyosiy iroda kerak. Nashr nima solidarность to'g'risidan qildingiz. Solidarniyda bo'lish biz o'ylaymizki, aynan o'sha ma'muriy, ya'ni administrativniy korrupsiya, ma'muriy korrupsiyani biz jamiyatga, jamoatchilikka to'g'ri tushuntirmaganimiz uchun ham biz har doim solidarniy bo'lmaymiz. Misol uchun vazir o'zining oyligidan karrasiga ko'p mol-mulkka ega bo'lsa, kimlardir nima deydi, san hasad qilyapsanmi yoki ko'rolmayapsan, yaxshi niyat qil, orzu qil, havas qilga aylantirib yuboramiz. Aslida o'sha vazirni yoki o'sha bir chinovnikniga taalluqli bo'lgan o'sha boyliklar nechtadir kasalxonani olinishi evaziga, nechtadir maktabni shu holatda qolishi evaziga, nechtadir qaysidir bizning ijtimoiy muammolarimizni mana shunaqa holatda, abgor holatga kelishi evaziga bo'lganligini tushunmaymiz. Aslida domla to'g'ri aytdilar, boya sog'liqda gaplashayotgan paytimizda sog'liqdan men ham dars berganman. Har doim korrupsiya bilan birga. Chunki korrupsiya bu norasmiy soliq degani. Ya'ni korrupsiyani 1% ga oshishi iqtisodiy o'sishni 1% ga kamaytiradi. Bugungi holatimiz, iqtisodiy holatimizni asl holatga kelishini mana shunday sababi bu administrativ, ya'ni ma'muriy korrupsiyani borligi. Biz bemalol qaraymiz, bemalol tomosha qilamiz, kerak bo'lsa o'sha chinovniklarning urg'aymog'i, oilasi hashamatli yashayotganiga, lekin hech kim savol bermaydi, hech kim o'ziga savol javob qilmaydi, qayerdan degan vobros. Buni ham yechimi aslida bitta narsa, deklaratsiya o'sha. Har yili yilning oxirida deklaratsiya topshirish evaziga bu muammo bittada hal bo'ladi. Hech qanaqangi bu yerda bir anaqa shart emas. Keyin men juda ham hayron qoldim. Hozir u statistikani men bilmas edim. Boyagi 1% gina bor yo'g'i tender anaqalari kuzatuvdan o'tayotganligi. Qanday qilib men bu 5 ta tashkilot prezidenti oldida o'zini oqlay oldi, agar ular eng asosiy vazifasini bajara olmagan hisoblanadi. Agar 1% lik ham kuzatuv anaqasiga tushmagan bo'lsa, buni yechimi juda ham oddiy. Yana aytaman, siyosiy iroda kerakligi. Yechimi juda